Yana salom bering. Ertalab salom bergansiz-ku mana. Shu bilan bo'ldi, kunni tugatasiz. Ha nima desa ertalab salom berganman deydi. Ha nima biror kishi tilingizni sug'urib oladimi? Abetda ham bir salom bersiz, peshindan keyin ham bir salom bersangiz. Yo har telefonlashganingizda assalomu alaykum desangiz, nima sizni kompaniya qarzdor qilib qo'yadimi? Birodar, salomni qizg'anamiz. Birovga salomatlik tilayapmiz. Aslida bu hadis, aslida bu oyat bir-birlarimiz bilan salomlashsak, oramizdagi Alloh taolo muhabbatni oshiradi. Va ana bu oshirilgan muhabbat insonni mu'min bo'lishligiga, bu mu'minlik insonni jannatiy bo'lishligiga sabab bo'ladi. Bu fazilat-ku bu. Bu Alloh taoloning fazilati. Nega biz erinamiz bugun? Alloh taolo har birimizga yaxshilik bersin. Mana shu har salomlashganda yoki har salomlashishga qo'ymayotgan qalbimizdagi gina, qudrat, kibrni Alloh taolo olib tashlasin. Alloh taolo Qur'oni Karimda tahiyyatun yawma yalqawnahu salamun wa'adda lahum ajran kabira. Unga Allohga ro'baro bo'ladigan kunda Allohning istiqbol so'zi bo'ladi, salom bo'ladi. Ya'ni erta qiyomatda Allohga yo'liqadigan so'zi salom so'zi bo'ladi. Ular uchun u yoqimli mukofoti jannat bilan tayyorlab qo'yilgan bu mukofot bo'ladi. Bu salom Allohning huzuridan kelgan narsa. Shuning uchun inshaalloh mana bunga haris bo'lishlik, qiziqish. Ya'ni sahobalar qiziqardilar. Rasululloh qani men birinchi salom beramanmi yoki yo'qmi? Rasulullohning o'zlari birinchi salom berib qo'yardilar.